Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Stadion qurdirganlar va qurdirmoqchi bo'lganlar. Sizlarga bitta chiroyli maslahatni bermoqchiman. Xudo xolasa maslahatimiz xayrli bo'ladi, ko'pchilikka foydali bo'ladi. Stadion qurdirganlar biladi, qurdirmaganlar uchun stadionimiz gazonlari 4 metrli rulonda bo'ladi. Rulonlar bir-biriga ulanayotganda bizi uslubimizda tikib turib ulanadi. Endi hozir ko'pchilik ustalar yo'q tiksa ipi chirib ketadi, hech qanchaga bormaydi deb kilaylashni tavsiya qilishyapti. Sababiki o'zi asli tikishni bilishmaydi. Endi mana bu kilaylangan chok sizlarga ko'rsataman. Mana itlar ochilib ketgan, 1 yil bo'lgan bu stadionga. Mana ochilib ketgan. Ochilgandan keyin o'z-o'zidan mana bu birinchi qator yo'qoladi. Birinchi qator yo'qolgandan keyin oraliq bo'shliq paydo bo'ladi. Juda xunuk holat. Mana pomni liniya qo'yib yuborgan. Buni tozalab hozirda mana qilib kilaylab chiqyapmiz. Buni stadion qurdirganlar уже tushunib bo'lgan bu hozir qanaqa holatligini. Endi yangi qurdirmoqchi bo'lganlar uchun maslahatimiz tiktiringlar. Tikmayman degan ustaga tikish shartini qo'ysalaring, tikishni yomonlayotgan ustaga tikish shartini qo'ysalaring o'z-o'zidan orqaga chekinadi. Mana tikilgan chokka xudo xohlasa 10 yilga garantiya. 10 yilda gazoningiz o'sha alishtirishga aloqa bo'lgan bo'ladi. Bir xil gazon bilan bir xil xizmat qilaveradi tikilgan choklar. Ikkala stadionda ham choklari ochilishni boshlagan, remont qilyapmiz. Kimda shunaqa tikib berish, sifatli stadion qurdirish niyati borlar, murojaat qilaverasizlar, nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz.